Qalampirga ham solinadi hozir. Qalampir qo'llab bor deganlarimiz bitta oshda 10 tonna qalampir edi. Qaysi pranga to'xtaladigan bo'lsak, oddiy xalq ichida mana o'g'il bolalar bilan bo'ladi-yu. Undan ham qizig'i Nasibullo akam ham mana shu yerda har doimgidek. Nasibullo? Ha, Nasibullo Mo'minov emas, Nasibullo Mirhoshimov. Mirhoshimov. Orada jam bilan qo'shib ketdik-ku. Jam bilan qo'shib qo'y, jam bilan ancha tam beradi. Agarda $100 bersa, pranga chiqmasa ham videosini chiqarib beraveramiz. Qanaqa qaytadan? Hozir nima deydi endi bu hozir? Bo'ldi deyapti. Men tezroq yop dedi. Qani bir gap bo'ladi? Qo'li ketdi-yu. 10 dan shagird bor, eng kattasi bu yoq, starshi. Zakaz. Bo'yin go'shimiz bor, galopsilar bilan. Baho beramiz ta'miga. Ko'rinishi, hidi zo'r. Xudo xolasa aka yangilik boshlab qo'ydik choyxonaga. Umraga 2 ta biletimiz bor. Har oy 2 tadan o'ynaymiz aka. G'ayrat Mahmudov YouTube'dan bir oyda necha pul topadi? Buni darslarga chiqqanda, oshnoqlardan borganda shunaqa qilib bersangiz, u bo'ladi mana. Joylar chota battle boshlab yubordilar hozir G'ayrat. To'g'ri. Islomjon akani jurnalistikada o'qishga kirib olgan, ehtiyot bo'lasan. Yo'g'i? Ha. Endi dumbil desa boshqacha tushunishmasan aka, valik. Makka johori. Makka johori mana bir yoqlardan ko'rishadi aka, shevalarimiz boshqacharoq. Hokimga ketmasin. Yaqin zo'r odam, hokimimiz ko'z tegmasin, zo'r ishlar qilyapti. O'zi Nasibullo akalar hammasi zo'r. Menda ham 4 ta Nasibullo aka tanish borda. Hammasi hozirgacha zo'r. Undan keyin ham zo'r bo'lishligi o'zlarida lekin. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bo'lajak obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli hamma bizni ko'rib turganlar. Ancha bo'ldi uni ham chiqmaganimizga va o'zimizcha ko'tarilib ketib chiqmay qo'ydik. Endi uzr, ma'zur tutasizlar, mana bundan buyon chiqishga harakat qilamiz endi. Endi zo'r taom TV'ni kuzatayotganlar baribir biladi, eskidan kuzatayotganlar. Hozirgacha ham kuzatib ko'chalarda sakana so'radimi aka? Ha, haqiqatdan. Poytaxtda so'radi. So'raganlar uchun mana yangi video qilishni boshladik. Hozir Asakadamiz. Asakada choyxonasiga kelganmiz. Bu yerda nima bor endi yangilik aka? Shuni bilgani kelganmiz. Hozir kirib o'zingiz bir chiroyli obzor qilasiz har doimgidek. Undan ham qizig'i Nasibullo akam ham mana shu yerda har doimgidek. Nasibullo? Ha, Nasibullo Mo'minov emas, Nasibullo Mirhoshimov. Mirhoshimov. Nasibullo desa Nasibullo Mo'minovga ketadi ayolim. Hokimga ketmasin. Yaqin zo'r odam, hokimimiz ko'z tegmasin, zo'r ishlar qilyapti. O'zi Nasibullo akalar hammasi zo'r. Menda ham 4 ta Nasibullo aka tanish borda. Hammasi hozirgacha zo'r. Undan keyin ham zo'r bo'lishligi o'zlarida lekin. To'g'ri. Ichkariga kiramiz. Ha, Nasibullo aka oldiga kiraylikchi, bir ajib bir qanaqadir bir taomlar boshlabdi aka yangi. Xudo xolasa shularni olib ko'rsatamiz endi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Tinchmisiz? Oldingi videolarda ham aytganman, o'zimning qarindoshim Habibulla akam ukasi. Ha, oldingi videolarda chiqqan aytdim. Shu paytda yoshida hozir mana ko'tarilib ketib, nimasi zo'r bo'lib haligi praktikasi deydimi o'zbekchasiga? Tajribasi oshib, mana chiroyli joylarda hozir o'zi yurgizyapti. U paytdagi videolarga nisbatan ham o'sha ovqatlar turlari ham ko'paydi. Ketdi. Aka necha xil ovqat turi bor hozir mana shu turgan choyxonamizda? Choyxonamiz 10 xil bor hozir. 10 xilda bor. Choyxona 10 xili bor, 10 xilda so'ramiz. Uni ham avtori o'zi. Ha. Endi eng noodatiylisi qaysi? Eng noodatiylisi 3 tasi bor. Noodatiylisi cho'ponchasi bor, polkovniy degani bor, asartisi bor. Asli noodatiylaridan bittasini bizga tayyorlaymiz. Ana, eng noodatiylaridan bittasini bizga tayyorlaydi hozir. Aka nechta xona bor bu choyxonasida? Jami bo'lib 31 taga klientga xizmat ko'rsatamiz. 20 ta xona bor, stollarimiz bor. Xonalar hammasi lyuks. Suriy xonaviy bo'lib 31 tani paytda 31 tani olaveradi. Qurug'da deydimi 31 ta do'stlarni bemalol mehmon qilib kuzatishadi. Aka necha daqiqada tayyor bo'ladi? Hali ekstrani holatlar bo'ladi-yu, mehmon kelib qolsa boshqa holatlar bo'lsa. Yarim soat tayyorlaydi. Bizda yarim soatda ovqat tayyor turadi, yarim soatda hisob beramiz. Undan ham tezlashtirish mumkin va bunisini gaplashamiz. Ha, oldindan yo'q aytib qo'ysa. Nasibullo bu yoq bo'ladi. Hozirgi Nasibullo boshqa edi deydi. Aka bugun qaysi ovqatni tayyorlaymiz? Bugun kunlar isib ketgan. Bir maza qilib
Ha, mana shu issiq. Yengil issiqda yengil ovqatingiz bir bahoriy bir galopsilar qilib beraman sizlarga. O, ana bahoriy gaussilar aka. Qani bo'lmasam tayyorlash jarayonida ham qolgan savollarga javob olsak bo'laveradi. Nasibullo aka, bugun mana ajib bir boshqacha taom qilib beraman dedingiz. Bu taomga necha grammda masalliqlarimiz ketadi? 1 kilo lahm go'sht. Biz qiyma qilib olamiz lahm go'sht. 1 kilo dandanasidan, yerdan 4 dona dumbil, 3 dona dumbil, baqlajon, bolgarskiy pomidor. Endi dumbil desa boshqacha tushunishmasin aka, valik. Makka jo'xori. Makka jo'xori mana bir yoqlardan ko'rishadi aka, shevalarimiz boshqacharoq. Sirasi o'ziga ta'sir qiladi. Makka jo'xori aka mana. Ne dumbamiz. Ha, ana. Qo'chqor dumbas. Qo'chqor dumba yog'i. Dumba yog'i. Aka, bularni mana choyxonamiz o'zida, mana tabiat qo'ynida bemalol shu tomoshabinlarda nigohida ham tayyorlanaveradi ovqatlar. Buyurtmaga asosan. Buyurtmaga asosan. Ana master klass Islomjon akam ham kadr ortida. Telefon qilib qo'ysa bo'ldi. Hamma yo'q bor. Bo'ladi. Hamma tayyorlab cho'tki qilib beramiz. Xohlasa o'zi kelib qarab tursin. Qarab tursin. Xohlasa meni qarab, mana shu ovqatni ko'rib yegisi kelib zakaz bersin. Zakaz bersa bo'ldi. Ha, ana aka. Asosiysi buyurtma berishni bilsa bo'ldi. Bo'ldi. Alloh qilib qo'ysa bo'ldi bu yog'iga. Aka, boshladik bo'lmasam. Go'shtlarimizni misol o'pgan emas, o'zimiz to'g'ri olamiz. Bularni yana ham mazali bo'ladi ekan bunda. Endi hali sizga faoliyatingizga xalaqit qilmagan holda savol-javoblarni berib ketaveraman. 31 ta xona bor deyildi. So'ralari bilan, xonalari bilan 31 ta mijozga bir vaqt o'zi xizmat ko'rsataveradi. Qilaveramiz. U degani bitta xonaga Islomjon aka 15 tadan deylik ham, 15 tadan xo'rondan taklif qilinadigan bo'lsa ham 10 tadan deylik. 32 taga bemalol butun boshli to'yda o'tkazib bo'laveradi ekan. Xolasa, hammasiga chiroyli, sifatli xizmat ko'rsatamiz. Undan tashqari 10 xil taom. 10 xil taom. Hali standart ovqatlardan tashqari. Osh deydimi, go'sht deydimi, shavla deydimi, hammasini qilib beramiz. Biroz alo desa bo'ldi. Men hali ko'p aytaman, Nasibulloga o'zim qandoshimligiga eskidan povurchilik qiladi, eskidan oshpazlik qiladi. Akasi ham, o'zi ham manada. Ha, akasi Habillo akam, akaxonim eng yaqinim. Necha yildan beri aka? 15 yil bo'ldi xizmat qilib mashinist boshlaganimizga. Xalqqa xizmat qilishni boshlaganiga 15 yil bo'ldi. Shu 15 yildan beri astakani to'ydirib xo'rondalarni ko'ngilni olyapmiz. Albatta, albatta. Nasibullo aka, mana shunaqa mayda qilib to'lqalarmi hozir? Bu mayda qilib to'lsa, buni o'rniga tayyor farsh olsak bo'lmasmidi yoki bir bu ham mazasi undan ham zo'rda aka. Sochli bo'ladi. Ha. Buni kayfi boshqa. Hali ko'pchilik qo'y go'shti, qo'y yog'i yemaymi yoki boshqa deb oladi. Ularga bu ovqat qanaqa ta'sir qiladi? Bu hech ham ta'sir qilmaydi. Bu bilintirmaydi. Bu me'daga ham tegmaydi. Buni ham yanaga sipib ketaveradi. Ha, bo'ldi. Bu maza qiladi. Bemalol mana qo'y yog', qo'y go'shtida haligi ajratadiganlar bo'ladi-yu. Ha, daminaga ta'sir qilmaydi bu. Maza qilib yuradi. Daminasi bor ham yuradi, yo'g'i ham. Haligi keyin hozircha trend bo'lyapti-yu shu ovqatlarimiz aka. Kuyov bolalar uchun maxsus taomlaringiz ham bormi? Bor. Islomjon akam aytib qoldi, yaqa turgizadigan deydi. Bor. Kech payt uxlatmaydiganlari bor. Malades. Uni yeb olgan odam uxlamaydi. Kech payt uxlamaydi. Ha? Mana bu dumba yog'i. Dumba yog'larimiz. Bu qanaqa holatda to'lqaladi? Bu mana bir xilda uzunchoq to'g'rab qo'yamiz. Bemalol yozda issiq kunida ham qo'yib, mana shu holatda tayyorlanaveradi. Tayyorlanadi, bemalol. U Yosh tanlamaydi. yosh tanlamaydi. Naborot yegan sari maza qilasiz. Eng tezi shu shohona choyxonamizda mana yarim soatda ovqat tayyor bo'lar ekan. Zakaz qilmasdan kelgan mijozlarimizga yarim soatda tayyor. Yarim soatda oshimizni pishirib beramiz, tayyor bo'ladi. Buyurtma qiladigan bo'lsa, tayyor hamma yo'q qilib Bo'ladi. 1 soatda pishadi unda. Xonalarimizga aka, hozir yana bir gaplashdik, kadr orti ham, yana kadrda ham gaplashaveramiz. Suvdan tortib, chaqim, shirinlik, pirinlik hammasiga tayyor qilib qo'yib turishaverar ekan. Shunaqami aka? Hamma yo'g'imiz bor. Dasturxonimiz mo'l. Buyurtma qilib qo'ysa, meva-cheva, suv, chaqim, shirinlik, qovun torg'isi hamma yo'q tayyor qilib turaveradi. Keladi, mehmonni olib kelib, shirin kayfiyatda kuzataveradi. Endi Asaka xalqi, Andijon xalqi mehmon do'sti, Islomjon aka. Bu so'zni biz Islomjon aka bilan tahlil qildik. Andijon xalqi nimaga mehmon do'st deyilishini sababini topdik. Chunki har bitta kelgan Andijonga kelgan mehmonni
Iloji yo'q, qonun to'g'risi mehmon qilib jo'natadi-da. Boshqa viloyatlarga hurmat saqlagan holda. Bilmadim endi, mayli. Bizni sras choyxona yap keladi-da. Sras choyxona yap keladi, osh go'sht yeyiladi. Nasibullo aka piyozni shunaqa qilib to'g'raladi. Piyozni mayda qilib qiymamizga to'g'ralamiz. Ha, bu qiymaga aralashtiriladi hozir. Qiymaga aralashtiriladi. Endi hali kanalimiz zo'rqon. Piyozga chalg'an paytda mana mahsulotlarimiz ham chiqdi. Ana. Buni aftiri juda yaxshi bo'ladi. O'zimizga yaqin ukamiz do'stim bor, tayyorladi. Bundan ichib baho berasizlar mehmonlar. Albatta bu taomdan keyin Islomjon aka, bu taomlardan keyin shu yomon ketarmish-da. Taom bilan ham. Ha, taom bilan ham yomon ketadi omma. Bu jarayon davom etaversin. Ha. Ungacha aka bu mahitolar Shohona choyxonasida muzday mana mahitolar tayyor. Har bitta kelgan xonamizga, mijozlarimizga bittadan sovg'aman. Nasibullo aka qaysi biridan? Qizilidan qo'ying. Qizilidan aka. Bo'ldi. Qon bo'lsin. Oh. Qani Islomjon aka. Qon bo'lamiz. O'zi qon ichida yuradi. Qadimda soqiydi ham, shuna qo'yadigan. Ziravorlarimiz qo'shiladi tapga ko'ra. Tapga tuz, ziravorlar qo'shamiz ekan. Mahito qanday ketdi? Bu mahito silliq ketdi. Qanday ketdimish bular? Qonday ketdi. Hozir mana aka, to'g'ralgan piyozimizni, to'g'ralgan go'shtimizni qo'shib tayyor mana dastlab olamiz, ha. İyi aka. Mana kiring. O'lcha oling uchun kilometlar oshini bilayotganlik endi. Yo'q, qo'yaylik mana qani Islomjon aka. Qani aka? Nima aytasiz? 20 minutdan qoldi oshlarga. Yo'q aka. Kilometrlarga Qulaylik uchun, tez va sifatli qilish uchun narsalar qilib qo'yganmiz. Qo'yaylik aka. Innovatsiya. Xonalarimizda signallarimiz ham bor. Ha? Signallar ham bor, chaqiruv. Bu texnologiya aka qarang. Ha, shu bilan ovqat qanday ketyapti, nima bo'lyapti, qancha bo'ladi deb. Endi baqlajonimizni ham unga qo'shib qo'yamiz sizga. Baqlajonga shu orasi ochilgan. Ochilgan. Qilib. Ichidan tushib ketib qolmaydi? Yo'q, tushmaydi. Chiroyli bo'lib, chotga chiqadi. Kim e'tibor berdim sizlardan maslahat ekan, men o'yladim qiymani olib kelasizlar tayyor joydan. Nasibullo aka, hozir mana bu qiymani so'sak ko'proq tushib ketmasmi? Hozir bu to'g'ralgan go'shtimiz tushib ketib qolishi mumkin-ku? Yo'q, tushmaydi. Bundan mazali ham zo'r bo'ladi. Farsh qo'ysangiz ham bo'ladi qiymani. Unda mazasi bo'lacha. Bunda haqiqiy maza bo'ladi, sochli bo'ladi. Ikkita choyxonada ko'rdim, haqiqatan qiyma solgan. Siz hozir to'g'raganingizga shunga hayron bo'ldim. To'g'rab sochli bo'ladi-da bunda. Haqiqatan yegan saringiz go'sht ta'mi kelib turadi-da. Bu ichida qiymadan ko'ra go'shtni bo'lagi boshqa-da. Ham chista go'sht, qora kesak. Islomjon aka qora kesak deb. Kesak u anaqa degan. Shevada, balki hamma joyda ham bor. Qora kesak haqiqiy go'sht, qop-qora joy bo'ladi. Lo'q go'sht. Haligi yog'i yo'g'i. Yog'i yo'g'i. Shuni ko'rayotganlar yog'i yo'g'i. Qiymamiz ham yog'i yo'q. Hali chiko go'sht deb qo'yadi, shunga o'xshagan narsa. Chiko ham shevada. Ha. Endi biz butun dunyo bo'ylab yuradi, shunga endi qani endi inglizcha tilini bilsa aytardik, ruschasi nima deyiladi? Ruschasini to'g'risini men bilmayman. Men bu yoqda Rossiyada xizmat qilgan. 100% мясо bo'ladi. To'g'ri. Bezjira bo'ladi. Мясо bezjira. Buni dachalarga chiqqanda, oshnoqlardan borganda shunaqa qilib bersangiz, u bo'ladi mana. Endi mana o'zimga ham tayyor eksperiment bo'lyapti. Ko'rayotganlarga ham qulay bo'lyapti. Hozir hamma yo'lda yaqib qayerda yozi qancha past-pastligini aytib beramiz. Bemalol o'zlari qilishaveradi. Kanalimiz zo'r taomi, odamlar taom qilishni ham o'rgansin, diqqatga sazovor joylarni ham ko'rsin. Mana asosiy maqsadimiz shu bo'lgan. Shu asosiy kanalning maqsadi diqqatga sazovor joylarni ko'rsatish, odamlarga yangi ta'mlar, yangi mazalarni kashf qilish bo'lgan. Undan tashqari mana yangi ajoyib retseptdagi taomlarni tayyorlash bo'lgan. Mendan ham ko'p telefon qilishadi-da, qanaqa qilay, nima pishiray deb. Mana bu yoqqa mana har kuni ovqatlar qo'yaveramiz. Osh, go'sht, mana videoda ko'rib qo'yishaveradi. Ha, Shohona choyxonasini ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining akkauntlari bor, profillari bor, bemalol kirib,
qidirib ko'rsa, tayyorlanish jarayonlari, mijozlar fikrlari, undan tashqari choyxonadagi muhit har kuni qo'yib boriladi. Qo'yib boriladi, xudo xohlasa. Bu narsalar bo'layotganligi asakamiz uchun ancha shu men ma'qullayman. Shunaqa narsalar ko'payaversin. Hali asakada Instagramchilar, Vibe'lar, boshqalar chiqdi. Bu narsalarni ma'qullayman. Chiqsin. Har bitta ishlab chiqarish bo'ladimi, choyxona bo'ladimi, do'kon bo'ladimi, o'zini profiliga ega bo'lsin. Nima qilish kerak bo'lsa, kelsin, men o'rgatib beraman, hamma yo'g'ini aka. O'z nasib ekan, mana ancha istoriyalar qo'yib turadi. Nima deydi haligi? Trendga chiqdi. Bir-ikki qilgan ovqatlar. Ko'zi to'la hayajon turardi. Ha. Boshlarda yo'q, hozir yaxshi. Endi dastlabkilarimiz ham bor. Ha. Telefon qilishadi, Rossiyada olammi, bu yerda olammi, telefon qilib olib solib beramiz uylariga ham. Ha, bo'laveradi. Buyurtma uchun alohida bor mana. Rossiyadan turib buyurtma qilsa, oilasiga olib kirib berilaveradi. Berilaveradi. Qalampirga ham solinadi hozir. Qalampir qo'llab bor deganlarimiz bitta oshda 10 tonna qalampir edi. Mashina beradi, maza qilishib qalampir ham ishlayveradi. Ham go'sht, ham achchiq. Qoyili. Yana kutilmagan mehmonlarimiz ham keldi. G'ayratbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Endi ko'pchilik Garivan deb taniydi. Yaxshimisizlar? Sizlar nima gaplar? Zerikishlar yo'qmi? Sizlar choyxonada osh yeb ketmasak qoplamaydi. Ko'ngil o'yiniga tushmaydi o'rniga aka. Kelsam, qarasam sizlar mahitolar bilanmi? Endi ko'rish. G'ayratbek qaysi biridan? Svetofor mahitolar. Sarig'idan deydi, qizil o'sha. Ammo bunisini nasib bo'laga ham qo'ydim, qon bo'ladi dedi, ehtiyot bo'lasan. Shuni olib qo'ysangiz men bilan ichib ko'rib ko'tarib. Ha, bu o'zimga. Sразу van qilishga o'tdi. Qani, bir ta'mini ko'rchi. Bu ham ko'p hali o'zini profillaridan boshqada yurib, shu hali ovqatlar tatib ko'rib, degustasiya qilyapti. Biz necha kundan beri tayyorlashyapti, hamma rangini ichib ko'rdik aka. Nima bo'lyapti aka endi bu? Hozir bu yerda bir ajib bir dasturlarni maxsus taom beryapti. Shu jurnalist blogerlarga, mana vaynerlar ham qo'shildi, vaynerlarga alohida. Qo'y yog', qo'y go'shti bir minutdan aloqasi yo'q deyapti mana. Issiqda ham yoradigan, sovuqda ham ketaveradigan deyapti. Shu qalampir dorasiga ham go'sht solyapti. Men hozir boya kelib qarab turdim aka, hayron qoldim. Buni galib suyiga, buni boshqalarga solganini ko'rganmiz, lekin qalampirga go'sht solishini birinchi ko'rishim. Chap ko'rsam bo'laverib ko'rsatsam? Ko'rsating. Bu hali qalampirxo'rlarga-da. Qalampirni olib nima qilamiz deydi-yu, mashina shuni yo'radi. O'zi ko'rgan odam shuni negativlarga. Aka buni tezroq pishiring, yeb keyin ketaylik buni aka. Bo'ldi. Pishadi hozir aka bu. Shuni 1 soatda pishirib tayyorlab beraman. 1 soatda, 1 soatda mana. E'tiborli jihati qiymani hozir o'zi to'rg'adi. Qiyma chiqargan. Misolobkadan chiqarmadi, shu to'rg'adi go'shtni. Gap yo'q. Bitta yana sizlarga pomidorga ham qilib beraman sizlarga. Pomidorni ichiga ham solasizmi aka? Pomidor ichiga ham qilib beraman. Mana bitta ilhom kelib qoldi hozir. Hozir bu yo'q edi. Bu yo'q edi. ssenariyda. Yo'g'i? G'ayratbek kelgani Kelib mana. Qani, ko'raylik. barakali bolasidan G'ayratbek tez kelib turing deyman. Qani. Baqlajonni ko'rdi, bag'asiga ko'rdi, pomidor. Yana bir ko'rish kerak. Pomidor ham ko'ring, pomidor. Badringga ham soladi aka shu deyishimiz. Qo'yli. G'ayratbek sizga savollar tushadi ko'pincha. Hop. Ularga faqat mas'ul odamlar bilan prank qiladi. Biz oddiy xalqda ham chiqarsin taksisiga degan ko'p nimalar bor. Bizda xalqda ichida ham ko'p anaqa so'zga O'rinli savol beryapti uni. degan ko'p menga tanishligimiz guruhidan savollar berishadi. Haqiqatda ham juda chiroyli sopdi mana hozir. Haqiqatan mana. Juda chiroyli bo'libdi. Mana hozir to'xtab turing, hozir unuttirib yuborishga harakat qilaman. Imkon qadar siz bu savolingizni. Faqat pomidor zo'r chiqqan, oddiy xalq taksiga chiqqanday chiqqan. Yo'q. Oddiy haqiqatan ikki o'ylar o'rta battle boshlab yubordilar hozir, g'ayrat. To'g'ri. Islomjon akam jurnalistikada o'qishga kirib olgan, ehtiyot bo'lasan. Yo'g'i? Ha, Jurnalist bo'lyapti. Siz o'zingizni har aytgan yo'nalishlar qilavering. Men boya zo'r yo'nalish berganman. Ha, zo'r yo'nalish berganman. Ichkarida ham o'ylanib o'tirsa bo'ladigan yo'nalishda u. Keyin Xonani ichida, xonani ichida. chiqib boshqacha jurnalistik yo endi taksi pranga to'xtaladigan bo'lsak, oddiy xalq ichida mana o'g'il bolalar bilan bo'ladi-yu. Men gapga usta bo'lgani bilan ko'rayotgan tomoshabinga qiziq emas. Ashu meni ham taksisiga chiqarsin, gapga ustaman, zo'r video qilamiz deydigan odamni o'zi oddiy boshqasi bilan qilsa o'sha odam o'zi ko'rmaydi. Albatta. To'g'ri gapiryapti hozir. Bu to'g'risida bu narsani biz buni ichidamiz 5-6 yildan beri statistika, prosmotr, boshqa hamma narsani hisobini olamizda. Endi o'zimizni pikimizni o'zimiz ura olmasak, tushib ketib qolyapmiz degan fikr bo'ladi o'zimiz. O'sha bir paytlar mana 3,5 milliongacha prosmotr qilib qo'yganmiz-ku.
Shuni prosmodlar urish uchun yoki o'g'il bolalardan bo'lsa mashhur shaxs bo'lishi kerak, trendda turgan. Qizlardan bo'lsa farqi yo'q. O'zini hududida bo'lishi kerak. Qizlar o'zi baxuniki bo'lmaydi, aka, chiroyligi bo'ladi. To'g'ri. Arkadaşlar chiroyli qilyapmiz. U yoqqa ham boraman. Yana bitta savol bor. Ko'pchilik so'raydi, mendan ham so'raydi. Hatto ko'p YouTube nastroyka qilib beradi, boshqa deydi. Necha pul topadi? G'ayrat Mahmudov YouTube'dan bir oyda necha pul topadi? Bir oyda o'zingiz ko'rsatsam, aytmasangchi. Men bilaman. Aka o'zi biladi. Oddiy mana xalqni taksiga chiqmasligini bildi odamlar. Nimaga? Shuni savolga javob topdi. Endi shunga ham qisman javob topib kelsin. Yo, ana javob oxiriga yetmadi-da. Mana qizlarda oddiy xalq ko'radi-ku, lekin deydi-ku, ikki xil jinsli odam suhbati hammaga qiziq. To'g'ri. 7 yoshli bolaga ham, 70 yoshli xolaga ham, tog'iga ham qiziq. Lekin mashhur erkak bilan g'ayrat qiladigan bo'lsa, u qiziq. Mashhur emas erkak bilan qilsa, uncha yemaydi. Taksi bilanki ayol shofir olishsin aytdim. Shuni planidaman, hozir shuni aytib ketay. Yo'q, shu rejada bor. Shu bloger qizlarimiz bor-ku, shular ichida orada bir 4 ta sonni ham olgan edik, yaxshi ketgan edi. Qizimizni boshqa ishlar chiqib Toshkentga ketib qoldi. Boshqa tayyorlayapmiz. Nasib bo'lsa, taksida prankni endi mensiz boshqa qiz ham olib boradi. Rejada bor. Ammo hurmatli kuzatuvchilar, g'ayrat hamma erkaklarni hammasini chiqaramiz ashunda. G'ayrat Mahmudov obunachilari ko'rayotganlar, kutinglar, tez kunda ayol shofyor bilan taksi prank bo'ladi. Shok, erkaklar hammasi men chiqaman degan erkaklar kutib tursin. Endi ana bizda ham shapka bor, lekin oldiroq o'taman desa, bizda ham shapka bor, oldiroq o'taman desa ozgina tashlaydi. Boshlanish $50 tashlaysiz, lekin oldiga olib qo'yamiz. O'chir oldiga siljiydi. O'rtalab ko'rdinglar mana. Agarda $100 bersa, prankga chiqmasa ham videosini chiqarib beraveramiz. Videoga tushmaydi, taksiga o'tirib, lekin videosi bor. $100 bilan, $200 bilan. Dushman tomoni kelsam uni deb beramiz aka. Endi mana g'ayratga. Pomidorni qaranglar. Lekin pul necha pul topishni aytmasa zo'r yopib ketdimi? Yo'q, mana shunaqa ovqatlar yeyilyapti, topilgan pulga bilib ko'rasizlar. Endi mana shu tikka qo'yasizda videosi bor. Sabchesda qilib beradi. Albatta-da, aka. Shuni ham ilashtirib olyapsiz. Azmonning o'zida prosmodr qo'shildi o'zi. Beramiz, sabchesda qilib beramiz. Sabchesda ketdi. Qo'ymasingizdan sabchesda qilib qo'yaman, keyin qo'yib olaverasiz. Aka, siz ikkovinglarni bitta podkastga borib xonaga qamaydigan ekanda. Men tam beraman aytib. Ayron bor. Qirg'izistonda aytyapti, ketdi mana. Oxim montadan keladi. Oxim montarasa kutamiz. Ana. Montani yaxshi ko'raman. Yosh eng yoqtirgan ovqatim monta. Manti. Eshitganman-ku, jo'da montani yaxshi ko'raman degan. Yaxshi ko'raman. G'ayratbek kelsa deyman. Bo'lsa chaqirtiringlar manti. Nasibullo chekida qolib ketyapti. Nasibullogan o'rtaga olib gaplashaylikmi? Ovqat bo'lsa ham. Yo'q. Nasibullogan o'rtaga hozir olmaylik. Chekada turib turaversin. Ovqat boshlanyapti. Boshlaymiz. Oxum montida xudo xolasa alohida yana bitta shunaqa narsa qilinadi-da. Montini tayyorlash jarayoniga G'ayratbekni kutamiz. O'zi qiladi. Men o'zi qiladi. Mashina bo'ldi. Sizlar men mashina ko'rib, o'tda stolda o'tirib kuzatuvdaman aka. Bo'ldi. Biz o'sha aytganda yoshim sayyorib qoldi. Tayyor bo'lganda chaqiraman. Ozroq yeyman, bu keyin buni yeymiz. Bo'ldi. Nasibullo aka. Buni ehtiyot qilasiz. Mahaytovda eng yaqin akaxonim tayyorlagan. Buni hozir Nasibulloga tayyor bo'ldi. Hamma tayyor bo'ldi. Buni qozonga bitta bosamiz. Chiroyli qilib. Birin-ketirlikda aytib ketasiz, tayyorlamoqchi bo'lganlarga alohida ko'rikma bo'lsin o'zlariga. Qo'chqor dumbamiz. Gazi yoqilmagan hali. Gazi yoqilmagan. Dumbani bir tekisga terib olamiz. Islomjon aka bir ko'rib olsin, obunachilar. Qo'chqor dumbali. Chisto. Qayda qolib ketadi hozir? Qayda qolib ketadi. Kartoshkamiz. Kartoshka shunaqa butun holatda qo'yilaveradi. Butun holatda qo'yilaveradi kartoshka. Yo, dumbani tagiga terish kerak. Endi mana qanaqa joyiga go'shti? Tuzsef olamiz hozir. Kartoshkaga tuzsef olib. Qiymaga ham tuz qo'shildi, alohida. Bu ovqatga ham tuz qo'shildi mana hozir. Bu qo'ydi belimiz bo'ladi. Beli bo'ladi, belni qo'yamiz bellaridan. Bunga ham albatta tuz. Hurmatli kuzatayotganlar, hozir mana gaz hali yoqilgani yo'q.
hech narsa qilinmasdan masalada o'zi solinyapti mana. Endi choyxonaga kirib kelganda nimani mijozlar aytib berish kerak sizga? Osonlik, qulaylik bo'lishligi uchun odam sonini yoki qanaqa ovqat qanday tayyorlanishini. Mana ovqat yeyman desa bo'ldi. Men 10 kishiman. Osh bo'lsa 1,5 kilo desa bo'ldi. Ha, o'zi standart bo'yicha endi hammani yeyish har xil, ko'pchilikni ko'p yeydigan akalar ham bor, kam yeydigan akalar ham borda. 1 kilo osh necha kishiga mo'ljallangan sizni? Mana necha yillik tajribangizga asoslanib? 1 kilo osh O'rtacha hisoblasak. 6-7 kishi yeyiladi. 7 kishiga normal holatda. 1 kilo osh. 1 kilo osh. Endi mana bolgarskilar terib olamiz. Bolgarskiy o'zbekchasi bulg'or qalampir aka. Qalampirlar terib. Endi baklajonlarimiz. Aha, Islomjon akaning savol kutyapmiz mana hozir. Mana masalan ko'pchilik kelib 600 yosh aytadi, shunga sizlar ham haq bo'lasizlar. Va albatta-da. Haqiqatdan zo'r savol o'zida. Ko'pchilik kelib 600 yosh sahab bo'lasizlarmi deyapti. Shunda qanaqa holat bo'ladi haqiqatdan aka mana? Ochiqlab ketaveraylik. Men nima deymiz? Chizdagi yubagingizni tubidagini aytib oling, mana shu ko'rayotganlarga. Va siz taniganlar, tanimaganlar biladi. Taniganlar to'g'risini aytyapti deydi-da. Men nima deyim? Kelayotganda olmaymiz. Xo'p, lekin ichimiz so'kinib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana pomidorni qo'yib olamiz. Orada jam bilan qo'shib ketdik-ku. Jam bilan qo'shib qo'y, jam bilan ancha ta'm beradi. Ko'rinishi ham bir boshqacha bo'larkan, ranglarini qarang aka uni. Ha bu bu qalampirni ham solib qo'yamiz. Qalampirimiz bor mana. Mana qalampirni eng tepasiga solib qo'yamiz. Haligi boshqa tagidagi masalliqlarga achchiq urib ketmasligi uchun. Tepasiga yurib turadi. Ha, men endi shuncha zo'r taomni necha yildan beri faoliyat ko'rsatib turib, o'zi bo'ladimi aka shuncha narsalarni qilishdi. Qiymamizni ham qo'shib qo'yamiz. Qiymalar ham orada qo'shilib ketilaveradi. Chunki ta'mi mazza beradi mana shular. O'rganib olyapsizlar-a? Uyda tayyorlab, tovoqlarga chiqqanda tayyorlab beraverasizlar bemalol. Bir dona pomidorni olib, to'g'rab qo'ysak ham sochni bo'lib chiqadi. Lekin mana haligacha gazi yongan yo'q, o'tin-potin hech narsa tashlangan yo'q. Muzday qozonga solindi mana mahsulotlarimiz. Aka, buni qachon yoqamiz? Bo'ldi, hozir yoqamiz, bo'ldi, hamma yo'q tayyor. Endi haligi solinish tartibini ko'rdi. Tayyorlanish tartibini ham ko'rdi. Pishirish tartibini hozir yaqib 10 minut yog'ini eritib olamiz. Ha, tayyorga qo'yilgan yog'larni. Dummani. Uzoq emas, 10 minut sir-sirishiga shuni bir china suvda bitta qo'yamiz. 1,5 soat, 1 soatda pishadi. Bo'ladi. 1,5 soat, 1 soatda dimlab qo'yiladi, bo'ldi. Pasalo ushlab turamiz. Shu bilan pishib ketadi. Qo'shimcha boshqa qanaqadir yog'lar, boshqa narsalar qo'shilmaydi, boshqa narsalar. Yo'q. Mashq holatda o'zi pishaveradi. Pishaveradi. Oshxonamizni ham katta ko'rishadi. Ish jarayoni oz bolalar, shogirdlarim bor, 10 dan ortiq. Nimalar deysiz? Shuni ayta olmadim. Ko'p choyxonalar, Asakada ko'p choyxonalar tayyorlanish jarayonlarini, oshxonasini haligi pishilayotgan joyini ko'rsatish kelmaydi-da. Bu choyxonanikini mana ko'ramiz hozir. Hurmatli kuzatayotganlar, hozir mana ovqatimizga tagiga olov yoqib qo'ydik. 1 soat, 1,5 soatda pishadi. Pishadi, xolos. Orada xabar olinmaydimi? Qarab qo'yiladi, qator. Ko'rsatib qo'yadi. Endi eng qiziq joyi, ko'p choyxonalar bizga ko'p boramiz zo'r taomdan. Haligi ovqat pishirilish jarayonlarini ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatgisi kelmaydi, boshqa bo'ladi. Endi baribir to'g'ri ularni to'g'ri tushunamiz. Bu choyxonamiz, mana choyxonasini bemalol kirib, ovqatlar tayyorlanish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Qani, marhamat. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi bo'lib go'shtdan boshlaymiz, aka mana. Mana go'sht tayyorlanishi mana. Bu ya shogirdim bo'ladi, eng katta shogirdim Akmaljon, o'zi ham taniydi. Olmay Akmaljon aka. Kelinglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi aka? Charchamasizlar, rahmat. 10 dan 10 shogird bor, eng kattasi bu ya, starshi, usta povur. Haligi ustoz aytganini qilganini qilmadi, Rasul akani qaysi qilig'ini qilmaysiz? Hammasi yaxshi. Mana shunaqa paytda so'rab olmasam, o'zidan so'rasam aytmaydi-da. Ha, yo'q, yaxshi, xudoga shukr, mana mashg'ulotlarni ishlab.
Tirikchilikni qilyapmiz, Allohga shukr. Hamma yo'q. Go'shtlarimiz tayyor holatda, xolodilnikda turadi. Ha, aladan turadi. Hozir zakazovga oshlarimizga zakaz bor. Shularga olib qilyapmiz. Bir kunda sir bo'lmasa necha kilo go'sht tayyorlaysiz oshlarimiz uchun? Oshni o'zigami? Oshni o'ziga. 15 kilo, 20 kilo qilamiz. Charchamang, rahmat. Nasibullo endi qaysi etib ketamiz? Endi mana oshlar qo'yilyapti kech paytga. Aha. Mana o'zi tayyorlanyapti. Hamma xonani egasi bor oshni. Qator oshlar tayyorgarlik bo'lyapti. Kech payt zakazlar hammasi mana cheklari bor. Haligi o'zingiz aytmoqchi, yarim soatda tayyor bo'ladigan holatlari ham shu yerda. Kep qolyapti mana. Uje bu mana oshimiz tayyor qolgan, damlanyapti ekan mana. Damlanyapti ham. Nasibullo aka ustiga urib qo'yishadi-yu. Nimaga shunaqa qiladi? Bu osh bilan gaplashishda bu. Osh bilan gaplashiladi buni. Osh bilan gaplashiladi-da, bu gaplashiladi. Buni ustalar bo'ladi. Молодец. Mana bitta fishka bo'ldi. Yaxshi urilgan paytida tayyor bo'lding, bo'lmading deb aytiladi. Guruch, men tayyorman, tayyor emasman deydi. Xo'p, молодец. Joyga qalampirlar bilan qo'shib tayyorlayapti mana oshlarimiz ham. Qanaqa qaytadan? Hozir nima deydi endi bu hozir? Bo'ldi deyapti. Men tezroq yop dedi. Молодец. Yop tezroq o'chir deyapti. Mana shuni yopamiz, mana osh damlangan oshimiz bu. Oyle. 5 minutdan o'chirib qo'yamiz etlarni. Ha, bunisidachi aka? Bunda mana go'shtimiz bor. Aha. Zakaz. Bo'yin go'shtimiz bor, galofiylar bilan. Bo'yin go'shti bu? Bu bo'yin go'shti bu. Mehmonlar bor. 3 kilolik mana tayyor ovqat. Tayyor ovqat bo'lyapti mana. Mana shu jarayonlari oshxonamizga ko'rishingiz mumkin. Muhit ancha go'zal. Oshxonada sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda mana hamma yo'l joyida ketyapti. Pokiza, hamma Endi joyida. ovqatimizdan xabar olamiz. Akalar kamchilik bo'lmadimi? Xudo xolasa aka yangilik boshlab qo'ydik choyxonaga. Umraga 2 ta biletimiz bor. Har oy 2 tadan o'ynaymiz aka. Choyxonaga buning uchun 5 marta tashrif buyurib, 5ovda kelganda yozdirib ketasizlar. Blankamiz bor aka. Shu blankaga yozdirib ketsanglar, oxiri bir kishi ismini yozdirib ketsa, krugilardan o'tirgandan keyin misol uchun birontasini ota-onasini yo o'zingizlar boradigan bo'lsanglar, ikkita yo'ldan yutib olishinglar mumkin. Uning uchun savolga 5 marta tashrif buyurish kerak bir oyda. Bu endi haftasiga bir martadan kelsanglar ham o'zi egallar deganida. Akalar mana shuni bir kishi olib olsin. Rahmat. Kelganda mashinaga yozdirib ketasizlar, обязательно. Qanday yozdirib ketadi? Sog' bo'linglar. Bolalar kamchilik bo'lmadimi? Xudo xolasa bir oyda 5 marta kelsanglar o'yin boshlaganmiz. Ota-onalarga umra bilet yutib olishinglar mumkin. Bir oyda 5 marta choyxonada o'tirsanglar, blankamiz bor, to'ldirib chiqasizlar. Har kelganinglarda yozib qo'yib beramizda. Oxir 5-kelganinglarda bir kishi ismi bilan telefon raqamini Datatronga solib qo'yamiz. Datatronga solamizda bir oyda bir o'yin bo'ladi-da, har oyda 2 tadan umraga yo'llanma o'ynaladi. Klublardan yo bolalar o'zingizlar boradigan bo'lsanglar o'zingizlarga yoki kamteklarni ota-onalarga podarka qiladigan bo'lsanglar, kelib turaverasizlar. Bolalar mana bir kishi olib olsanglar, mana shu klubdagilar kelgan paytda maqlaverasizlar. Bemalol kelib bir oyda 5 marta kelsanglar, o'yin ishtirokchisi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, kamchilik bo'lmadimi? Xo'p. Nasibullo aka, mana shu to'n qismi kelib ovqatimizdan pishdi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ammo hidi chiqyapsan sen. Oo. Ha, Islom akam to'g'ri aytayapti, uzoq kutilgan onlar. Hidi go'zal. Hidi juda go'zal. Aka, qani? Qarang, o'xshaydi. Endi men o'zim sizga yordamlashaman-da aka. Bas. Xo'p bo'ladi. Oh, Islomjon aka, oling. Bay. Mana. Qani aka? Fotolarimiz mana. Bunaqalar jonimiz. O'rtoqlar, kiyimiz. ichidagi esa kesilgan go'sht, qiyma emas ama. Mana. Oyle. Nasib aka sir bo'lmasa kim o'rgatgan? Otamizdan qolgan kasb bu. Aha. Bu mana shu taom bu o'zi. Mashtrabdirmi? Ustalardan o'rganganmizda. Haqiqatan pomidordan chiqib ketmaydi ekan aka. Ketmaydi mana. Mana shunday turibdi. Oyle.
Vay. Islomjon aka olyapsizmi? Olyapman. Ha, olayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Ko'ryapmiz, ish qilyapti obunachilarimiz. Qalampirlarimiz ham turibdi. Mana qalampir aka, qalampirni alohida olib qo'ying. Hali g'ayratli. Qiziqtirasa qalampir. G'ayrat Mahmudov qalampirga qiziqdaman ancha. Taksi bilan kech chiqaraman dedi. Solisham shekilni. Ha, polisham bir. Endi hali alohida bir san'at desa ham bo'laveradi buni. Qanday terishligi ham bir mahoratda aka buni. Albatta. Ama ancha vesi ham bor ekan akalar. Vesi? Ovullarga ham oson emas ekan, ko'tarib turish ham qiyin ekan aka. Ham 5 kilo ves turib qo'ymadi, havo bilan 7 kilo. Shuru olmagan tezroq. Og'ir ekan. Nasrullo aka. Bu mahitolar bilan jabr boshqacha aytsa kerak aka. Qalampirlar bilan. Vay. Qalampir xurloyi asa bo'ladi-da. Ha aka. Osh ustiga mana qilib beramiz. Osh ustiga ham qilinaveradi. Osh ustiga ham mana ichiga dumbalarni solib, Zakaz bersa bo'ldi. zakazga bersa bo'ldi. Men qalampirni yaxshi ko'raman deydiganlarga qilib beramiz. Endi hurmatli obunachilar, mana ovqatni ko'rdinglar. Bolgarskiy baqlajon, pomidor, hali qo'ydi bo'ynimi? Qayerda aka? Beli qo'ydi. Qiyma kartoshka, qalampir mana makka johori. Endi bularni faqat nima qilish kerak aka? Faqat yeyish kerak. Faqat yeyish kerak a? Yeyish kerak. Mana shu akalar bilan mana ko'rayotgan o tepada akalar bilan ham shu barcha xo'randalar mijozlari ko'zini o'ngida pishgan ovqatda mana aka. Bemalol haligi kelib tomosha qilib ko'rib tursa bo'ladi. Undan tashqari men bunaqa yangilik qilishibdi aka mana. Asakada birinchi marta ilk bor mana sana kun oy bo'lgandan keyin qo'l qo'yib qo'yiladi bu yerga mana 1 oy davomida 5 marotaba kelib shu choyxonaga, Shohona choyxonasiga keladida 5 marta yozdirib ketadi kelgan kunlarini. 5 ta yig'sa. Shunaqa yo'q, mana shu chekni o'ziga yozdirib ketadi. Mana shu bitta chekka yozdirib ketadida 5 marta keladi, shu chek shunda taklanib turib, shu yerda lotatron qo'yiladi. Xudo xolasa yangi hafta lotatronga shuni tashlanadi-da 1 oyda 2 ta umra safarimiz bor. 2 ta biletimiz bor. Xohlasa o'sha choyxonaga kelgan, shunda qatnashganlar o'ynasin, xohlasa oila a'zosi ota-onasini jo'natsin. Kelishib turib. 1 oyda 5 marta keladi-da, mana shu yerga yozadi sanasini, har bir kelganini qo'l qo'yib qo'yadi. Hashali kurugdagi baribir to'da boshi bo'ladi. To'da boshi keladi, shuni olib qo'yadi, keladi, yozdiradi, bo'ldi. Shuni taklif lotatronga solib aylantirib baxtli odam siz bo'lishingiz mumkin yoki siz bo'lishingiz mumkin. Har oy bo'ladi. Har oyda 2 tadan bor. 2 tadan bor. Har oyda 2 tadan umra safarimiz bor o'rtoqlar. Mana ovqatga qaranglar endi bundan buyog'iga mana mahitolar bilan. Kelgusi videoda mana shu mahito tayyorlagan akamiz ham turib shu yerda. Sir hozircha kimligi shuni o'zini tayyorlab beradi keyingi videoda aka. Xudo xolasa. Qani? Mana Baxtiyorjon dasturxonchiligini boshladi. Albatta aka. Hammaga bo'lyapti. Chiroyli qilib tatib ko'rib hozir baho beramiz ta'miga. Ko'rinishi, hidi zo'r. Endi ta'mini ayniqsa qalampirga tiqqan qiymat tiqdi-yu qalampirga. Shunga men ham qoyil qoldim. Shuni bir tatib ko'ramiz. Bu safar men faqat operator bo'ldim, lekin bitta operator olishimiz kerak ekanda. Alisherjondimi? Alisherjon. Asaka eng yaxshi operator mana shu bola. Asaka blogerlar qiroli o'zicha. Baxtiyorjon. Ha, YouTube qiroli deydi, nima deydi? YouTube qiroli gazetaga chiqyapti. Gazetachi ham. Asaka o'xshamli gazetasi. Eng zo'r joylari. Eng nima deydi? Qanaqa nuqta deydi? Kulminatsiya nuqtalari. Aytilgan mahito aka haligi. Uni tayyorlash jarayonini ko'rsatadi, retseptlarni beradi. Akamiz xohlasa. Menga eng qizig'i aka bu hali pomidordan chiqib ketmagan edi. Shu pomidorni o'zini hozir mana bir alohida bir degustatorlik qilgan. Yo'q. Yo'q, go'sht pishtirilgan shuni. Qaletam. Yo'q aka. Bundan go'sht yomon pishibdi. Endi men aytgan stilda solib ko'ring, pomidor Qalampirni qarang. Ha, qani? Qani? Buni
ta'mini boshqa. Ashunday so'rang. Qani bir gap bo'lar-a? Qo'li ketdi-yu. To'g'risini ayting. Shu lahzalarda ancha muncha lahzalarga almashtirib olmayman deydi-yu. Ha, Yo'q, qat'iyan bu bo'lar ekan. ular zo'r. Endi aka o'zini anaqa qilyapti, mayli, lekin yo'qmi? Eng zo'r joyi shu ekan. O'zini oshkor etishni manba, nima edi? Oshkor etishni istamagan manba. O'zini ochiqlashni xohlamagan manbaning iddao qilishicha mana shunaqa yedik mana. Rahmat sizlarga kelinglar, mana zo'r. Ovqatlari o'ta go'zal. Baxtiyorjon, Aka, rahmat katta endi. Insonjon akam bu safar operatorlarga ko'p qolib ketib qoldi. Bitta endi shu olamiz ekanda shu pulga. Xudo solamiz, tayyor. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga, men ham yeb ko'raman. Menimcha zo'r. O'ylaydi aka. Ano, lahzalarga almashtiraman dedingiz o'zi. Ha. Lahzaga almashtirmasmisiz? Yana erkakning eng yaxshi lahzasi bo'lmaydi. Nimaga? Buni sinab ko'ring. Qachon bo'ladi endi yo'qsa? Bizning olishini qarang. Olinglar.